Hürmetli vatandaşlar, bizler bugünkü bölümümüzde sizler bilen 50. mektebin arka tarafında işini 2 kavatlı 100 kvadrat metrlik havacılarımız bilen danışıp ötemiz ezle. İkisi bu arada bu satıldı. Glovoy belgisi bazı fasad kısmı travitin kılıngan. Eldeler poliniyle seçke kılıngan. Kanalizasyon çıkan sokul kısmı ise mramor kılganlar. Travitin neme cayıvetip işler kılganlar. Gaz ve suyundan mommosu yok. Ve de zilyonli zonasına ege su penkelere mramor bulgan ezle. Köçen havada fırtam çıkan. Bismillahirrahmanirrahim deb giremiz. Girgenden bir yerde koridor joyi, rakoynan mestasi azda elektromontajlar bolg'ayna yurtgan simbellarim quyma ve mishkalar azda bedamining razvedka kulchator mestalari, bu tarafda elektrik avtomat mestalari, bu yanımız zal kısmı bo'ladi, bu tarafda oshxona, dalon, keyin azda lestnitsamiz shunda joylashgan. Birimiz 3,5 metr, 6,5 metr chiqib boradi. Polni suvoqdan chiqqan birinchi qavat plita bilan bosilgan ekan. Remontga tayyor xonadangizda o'zingiz fokusangizni remont qilaman deb yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilsangizlar, mulkiyatini yondan olib kelamiz. O'zlari bilan kelishib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Birimiz oshxonamiz 3'e 430 razmerda tushgan. Bu yerda suv sho'chlari qo'ygan, bu yerda esa ariston toshlari, moyka toshlari, gaz toshlari gap turibdi azlar. Hech nimadan muammosi yo'q. Olib turib to'g'ri remont qilib beraverasizlar. Bu tarafda dalon kısmımız. Dalonimiz ham keng tushgan, yurtgansin katta, oyoqlari sechka, plita bilan bosilgan, ham baland. Yana televizor zonasi, bu tarafda lestnitsamiz quyma, lestnitsan tenda. Hozir mayda shunda qo'ymagan mestalari bor. Bu tarafda sanuzel, 2 sanuzelini ega. Yine hurmatli vatandaşlar, birimiz suvoqdan chiqib turibdi, olib turib to'g'ri kafel bosib berasizlar. Kanalizatsiya montajlari polni, vanna uchun, rakoyna unitoz uchun toshlar tashalgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan danishib o'tsak, lestnitsamizdan quyma, yog'ochdan emas. Hurmatli vatandaşlar, endi ikkinchi qavatdan chiqdik. Chiqqandan bu yerda bir spalnisi. Spalnimiz ham keng bir 3'e 4,5 razmerda oqash bilan bosilgan. Bu tarafimizda yine 2 spalnisi bor. Birisi katta tushgan. Meni zal desak ham bo'lar edi. 4'e 520 razmerda beramiz yine. Akkurat ishlangan. Aynalar ham katta aynalardan qo'yilgan. Keng tushgan. Bu tarafda sanuzeli, ikkinchi sanuzel bir ham suvoqdan chiqib turibdi. Birimiz 4'e 3,5 razmerda bor. Zo'r mestada shunday 100 kvadrat metrli hovuzamiz bilan danışib o'tdik. Korobka holatda narxi azizlar 530 milyon aytılib turibdi. Üstüne gelip savdolashib olishingiz mumkin. Kimdir do'yanim bo'lsa azizlar, bemalol murojaat qilaversa, pryamoy mulkiyatini yanına olib kelamiz. Yoki nomerini beramiz, o'zlari bilan gaplashaverasizlar. Orientini aytib o'tgan bo'lsak, yurgan shahrimizda 50 maktabning orqa tarafida 2 qavatli 100 kvadrat metrli hovuzamiz bilan danışib o'tdik azizlar. Kanallarımıza abone olmalar bo'lsa abone bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videoda yaxshi kayfiyatda sog'-omon ko'rishguncha xayrlab qolamiz.